Bugun birgalikda yangi ochilgan детский площадкani obzor qilamiz. Ko'rinishidan juda ham chiroyli, shinam. Самое главное, juda ham toza joy ekan. Odam rosa ko'p ekan, chunki выходной kuni keldik. Yosh bolachalarni ham, 1 yoshli bolachalarni ham bemalol olib kelsanglar bo'ladi, chunki hamma yog'i yumshoq mebellar qilingan. Ya'ni hammasi безопасно. Bolalarning xursandligini ko'rib o'zim ham rosa xursand bo'ldim, to'g'risi. Bolachalarimiz maza qilib o'ynashdi, gorkalar, har xil batrushkalar bo'lishadigan, mana shunaqa yumshoq, maza qilib o'ynashdi hammasi. Bolalarimga ko'rib turganingizdek juda ham yoqdi. Men o'ylaymanki, sizlarning farzandlaringizga ham albatta yoqadi. Ikkita farzandimga 5000 rublga tushdi выходной kuniga. Agar dushanbadan payshanbagacha kelsangiz, yana ham arzonroq bo'lar ekan. Xohlasangiz ertalab kechgacha o'ynasangiz ham bo'ladi. Farzandlarimga eng yoqqani mana shu sharikchali o'yin bo'ldi. Juda ham zo'r ekan, to'g'risi. Hamma yoqda shariklar ichida har xil. Bolalarga qo'shilib dadasi ham maza qilib o'ynadi. Qo'yishgan, bu yerda yosh bolachalar ham maza qilib o'ynashsa bo'ladi. Shunaqa hamma yoqda sharikchalar, shunaqa televizorli ekranlari bor. Mana bundan gazeta bir 10 marta tushdi, to'g'risi. Ularni ko'rib o'zimni ham tushkim kelib ketdi. Hozirgi bolachalarga maza hamma sharoitlar bor. Vaqtimizda 1 yilda 1 marta yo 2 martada faqat bolalar kunida parkka olib chiqishardi. To'g'rimi? Sizlar ham shunaqa qilganmi? Shu bahona o'zim ham sekin farzandlarim dadasiga topshirdim-da, magazinlarni aylanib kelay deb magazinlarga ketdim. Eng zo'ri nima bilasizlar? Торговый sentrning ichida hamma magazinlar bor. Men xohlagan, men yaxshi ko'rgan hamma magazinlar bor ekan. Hammasiga bitta kirib chiqa olmadim, o'zbek qilganimcha kirib, yangi kolleksiyalarni ko'rib, farzandlarim ham xursand, biz ulardan ham xursandmiz. Chunki ularning xursandchiligi uchun ota-ona hamma narsaga tayyor bo'lar ekan. Sizcha siz bu yerga keldingizmi? Kommentga yozib qoldiring. Qalay, sizga yoqdimi bu yer? Qanaqa taassurotlar qoldirdi sizda?